Barchangizga assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli o'quvchilar. Bugun huquq darsligidan birinchi va ikkinchi mavzularni ko'rib chiqamiz. 8-sinf yangi darslik 2024-yilda chop etilgan va 2019-yildagi chop etilgan huquq kitobi bilan birgalikda olib boramiz. Xo'sh, chalg'amaymiz. Birinchi mavzu va ikkinchi. Shaxs haqida ekan. Shaxs deb nimaga aytiladi? Buni o'rganib chiqamiz. Odam tushunchasi biologik tushuncha bo'lib, jonli tabiatning bir elementi sifatida qaraladi. Inson tushunchasi esa ijtimoiy tushuncha bo'lib, undan kundalik so'zlashuvda keng foydalaniladi. Shuningdek, o'zaro suhbatlarda kishi, kimsa tushunchalarini ham qo'llab turamiz. Ya'ni bu yerda aytayaptiki, biz shu suhbatlarda yo o'zimiz kishi, odam, inson deb murojaat qilamiz ekan. Shu so'zdan foydalanamiz ekan. Biroq huquqshunoslik fanida hamda yuridik adabiyotlarda biz kishi, kimsa yoki inson deb emas, balkim shaxs deb murojaat qilamiz ekan. Shaxs tushunchasi inson tushunchasining yuksak ko'rinishi, oliy maqomidir. Shaxs bu ongli ravishda o'z faoliyatini boshqarish imkoniyatiga ega bo'lgan huquqiy munosabat ishtirokchisi sifatida muayyan huquq va majburiyatlarga ega inson. Ya'ni shaxs bu ongli o'z faoliyatini boshqarish imkoniyatiga ega huquqiy munosabat ishtirokchisi sifatida muayyan huquq va majburiyatlarga ega. Bunga bir misol keltiraman. Misol uchun bir do'konga kirib bir oddiy non sotib olmoqchisiz va xaridor bilan munosabatga kirishyapsiz. Bu huquqiy munosabatga bir yaqqol misol bo'lib, siz non sotib olmoqchisiz, u sizga bir sifatli non berishga majbur. Ya'ni bu yerda majburiyat kelib chiqyapti. Siz ham unga to'lovni amalga oshirishingiz lozim. Bu ham bir majburiyat. Muayyan deyilyapti. Endi muayyan so'zi bu qisqacha qilib aytganda, sizlarga yangilik bo'lib tuyulishi mumkin bu so'z. Muayyan bu qaysidir degan ma'noni keltirib chiqaradi. Muayyan degani qaysidir degan so'zni tushunishinglar kerak. Keyinchalik o'rganib ketasizlar. Xo'sh. Inson umumiy-ijtimoiy tushuncha bo'lib, muayyan jamiyatda insoniy fazilatlarga ega ekanligini ifoda etadi. Odam esa biologik jihatdan fikrlash, so'zlash qobiliyatiga ega bo'lgan, shu tufayli jonli tabiatning boshqa hamma jonzotlardan ustun turuvchi bir qismi. Ya'ni odam to'g'ri ongli mavjudot. Jonivorlardan yuqori o'rinda turadi. Shaxs esa huquqiy munosabatlarning alohida ishtirokchisi bo'lib, inson tushunchasining yuksak ko'rinishi. Buni sizlarga tushuntirdim. Shaxs. Xo'sh, savol kelib chiqishi mumkin. Xo'sh, inson qanday qilib jamiyatga hissa qo'shadigan shaxsga aylanadi? Qanday insonni biz ulug' shaxs deb atashimiz mumkin? Xo'sh, jamiyat. Jamiyat so'zi shu xalq deyiladi. Endi bizda yuridik adabiyotlarda, yurisprudensiya va diplomatiyalarda jamiyat deb yuritiladi xalqni. Xalq so'zini. Xo'sh. Shaxs ham albatta odam, inson, individ. Tushunyapsizlar? Har bir shaxs
bo'yi baland yoki past, semiz yoki og'ir bo'lsin, inson individ. Buni hech qachon yoddan chiqarmaydi. Individ bo'l. Lekin unda tabiiy xususiyatlar, ehtiyojlar, his-hayajon, tuyg'ulardan tashqari bir qadar ahamiyatliroq bo'lgan jihatlari mavjud. Masalan, shaxs uchun qator qadriyatlar muhim. Bu qadriyatlarga misol qilib o'z uyi, oilasi, mamlakati, vatani, mahallasi, qo'ni-qo'shnisi, o'quv dargohi, sinfdoshlari yoki kursdoshlari, ishxonasi, hamkasblari kabilarni keltirishi mumkin. Bu qadriyatlarga erishish uchun uni saqlash va e'zozlash uning hayotining maqsadi, mazmuni bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni yuksak shaxsni ulug' shaxs sifatida namoyon bo'lyapti. Shaxs faqat o'z-o'zi bilan ovora emas, balkim u atrofdagilar, hayot, mahalla, mamlakat, vatan haqida doimo o'ylaydi. Ya'ni ulug' shaxslar haqida gapirilyapti bu yerda. Va qayg'uradi, g'amxo'rlik qiladi. Insonning shaxs sifatida shakllanishida buni esdan chiqarmanglar. Insonning shaxs sifatida shakllanishida oila, maktab, qo'ni-qo'shnisi, mahalla va do'stlarning ta'siri katta. Testlarda tushib qolishi ham mumkin yoki savollarda. Xo'sh. Mana Abu Nasr Farobiyning gaplari bor ekan. Har bir inson tabiatdan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko'p narsalarga muhtoj bo'ladi. U bir o'zi bunday narsalarni qo'lga kirita olmaydi, ularga ega bo'lish uchun insonlarning jamoasiga ehtiyoj tug'iladi. Ya'ni xullas, bir inson bitta o'zi yasha olmaydi deyilyapti va yetuklikka erishmoq uchun ko'p narsalarga muhtoj bo'ladi. Ya'ni u jamiyat bilan insonlarning jamoasiga ehtiyoj tug'iladi. Ya'ni o'zini rejalarini amalga oshirish uchun deyilgan ma'no kelib chiqyapti. Alisher Navoiy 1441-yilda davolab topgan. Xullas, Alisher Navoiy 1464-69-yillarda Samarqandda bo'lgan paytlarida bir necha yil mashhur faqih. Faqih degani bu huquqshunos degani. Xo'ja Fayzulloh Abulays huzurida fiqh, ya'ni huquq ilmidan dars olgan. Faqih huquqshunos degani, fiqh bu huquq degani. Tushundinglar-a? 64-69-yilda shu Samarqandda fiqh ilmidan dars olgan ekan Xo'ja Fayzulloh Abulaysdan. Bu haqda shoir Majolis Nafois asarida shunday yozadi. Faqat 2 yil alarning qo'shida saboq o'qib berdim. Ancha iltifotlari bor edi, kim farzand der edilar, deb yozib ketgan ekan. Burxoniddin Marg'iloniyning kitob Al-Hidoya, qisqacha nomi Hidoya to'g'ri yo'l kitobida oilaviy mulkchilik, savdo-sotiq, jinoyat va jazo, insonning burch va mas'uliyatlariga taalluqli juda ko'p murakkab muammolar islomiy huquq va nuqtai nazardan hal etib berilgan. Bu kitob fiqh, ya'ni huquq ilmi bo'yicha eng aniq, izchil, mukammal asar bo'lib, undan bugungi kunda ham islom huquqshunosligi bo'yicha nufuzli huquqiy manba, asosiy qo'llanma sifatida foydalaniladi. Hozirgi paytda ham islom huquqshunoslari shu kitob Al-Hidoyadan foydalanar ekan, ya'ni har xil muammoli vaziyatlarga yechim topar ekan shu kitob orqali. Xo'sh, shaxsning jamiyatdagi o'rni. Shaxsni jamiyatni shaxsdan ajratib bo'lmaydi. Ya'ni shaxsni jamiyatdan, ya'ni odamni xalqdan, xalqni odamdan ajratib bo'lmaydi. Shaxs boshqalar bilan turli munosabatlarga kirishmasdan jamiyatda faoliyat olib bora olmaydi. Jamiyat va shaxs o'zaro ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, siyosiy va huquqiy munosabatlar kirishishi mumkin. Bu haqida hozir gaplashamiz. Ijtimoiy, iqtisodiy munosabatlar deb mehnat munosabatlari, mulkiy munosabatlar va hokazolar.
ma'naviy munosabatlar, bilim olishga oid munosabatlar, tarixiy meros, ilmiy va texnik yutuqlar foydalanish munosabati. Siyosiy munosabatlar, davlat organlariga murojaat qilish bilan bog'liq munosabatlar. Davlat organlari bu o'tamiz mavzularimizda bor. Sekin asta tushunib ketasizlar. Boshida qiyin bo'lib tuyulishi mumkin, lekin hozircha shularni o'qib turishinglar kerak. Tushunib turishinglar kerak. Keyinchalik qiynalmaysizlar keyingi mavzularda. Turli jamoat birlashmalari bilan bog'liq munosabatlar va hokazo. Bugungi munosabatlar esa shartnomaviy munosabatlar. Xo'sh. Shaxs va davlat munosabatlarining huquqiy asoslari. Shaxs va davlat bir-biriga nisbatan bo'lgan huquq va majburiyatlar bilan o'zaro uzviy bog'liqdir. Davlat tomonidan mustahkamlab qo'yilgan shaxsiy huquq va erkinliklar sud qarorisiz ularni mahrum etishga yoki cheklab qo'yishga hech kim haqli emas. Xullas, qisqacha qilib tushuntiradigan bo'lsam, ya'ni davlat tomonidan sizning huquq va erkinliklaringiz, shaxsiy huquq va erkinliklaringiz, ya'ni misol uchun ko'chada yurib, bemalol yurasiz-u, narsa sotib olishingiz mumkin. Ya'ni ozodligingizni, erkin yurishingizni va daxlsizdir. Ya'ni hech kim sizni shu huquq va erkinliklaringizga aralasha olmaydi. Daxlsiz degani shu aralashmaslik degan ma'noni bildiradi. Undan sud qarorisiz, ya'ni sizning huquq va erkinliklaringizni sud qarorisiz ularni cheklab qo'yishga hech kim haqli emas, yoki mahrum etishga yoki cheklab qo'yishga hech kim haqli emas. Tushundinglar-a? Davlatning asosiy maqsadi fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlashga xizmat qilishdir. Buni esdan chiqarmanglar. Davlatning asosiy maqsadi fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlashga xizmat qilish. Jumladan davlatning eng dastlabki vazifasi shaxslarning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va ma'rifiy darajasini oshirishga yordam berish, mamlakat xavfsizligini ta'minlash va tinchlikni mustahkamlab qo'yish hisoblanadi. Tushunyapsizlar-a? Davlatning eng birinchi vazifalaridan biri shu har bir insonning ijtimoiy, iqtisodiy, mana misol keltirdimmi? Shu mehnat munosabatlarini, mulkiy munosabatlarini va madaniy ma'rifiy, ya'ni shu ilm, texnika, bilim olish darajasini oshirishga yordam berish ekan. Xo'sh, keyingi esa jismoniy va yuridik shaxs haqida tushuncha ketyapti. Xo'sh, jismoniy va yuridik shaxslar kim? Ular kimlar? Jismoniy shaxslar bu O'zbekiston Respublikasining fuqarolari, boshqa davlatning fuqarolari, shuningdek fuqarolik bo'lmagan shaxslar tushuniladi. Ya'ni hamma odamlar jismoniy shaxslar. Men ham, siz ham, boshqalar ham, yuqori turuvchi lavozimda ishlaydigan odamlar ham, ular ham jismoniy shaxslar. Xo'sh, yuridik shaxs deb kimga aytiladi? Yuridik shaxslar bu ular inson bo'lmaydi, ya'ni shaxs emas, jonli bo'lishmaydi. Xo'sh, ular faqat hujjatlarda nomi yuritiladi. Yuridik shaxslar shu korxona, tashkilot, muassasalar tushuniladi. Hali MChJ, katta tashkilot, korxonalar bor-ku, shular yuridik shaxslar deyiladi. Xo'sh, yuridik shaxslarning ham ikki turi mavjud ekan. Tijorat tashkilotlari, notijorat tashkilotlari. Tijorat tashkilotlari shu foyda olishni o'z faoliyatining asosiy maqsadi qilib olgan korxonalar, tashkilotlar yuridik shaxs deb ataladi ekan. Ularga misol qilib sotuv bo'limlari, quruvchi tashkilotlar, ulgurji savdo do'konlari va hokazo. Shunga o'xshagan daromad topishni asosiy maqsadi qilib qo'yganlar tijorat tashkilotlari deyiladi ekan.
Notijoratlar esa shu foyda olishni maqsad qilib olmagan muassasa va tashkilotlar, maktablar, shifoxonalar va xayriya jamg'armalari. Shifoxonalarni shu davlat shifoxonalari bo'lsa kerak. Maktablar ham notijorat yuridik shaxs. Xo'sh. 2019-yil huquq darsligidan ham shaxs haqida qisqacha ma'lumot olib borilgan. Ya'ni shaxs deganda o'ziga xos xususiyatlar, xohish-istaklar, orzu va intilishlar, bilim, ko'nikma, malakalariga ega, ma'naviy dunyosi boy bo'lgan inson tushuniladi. Buni o'qib qo'ysanglar zarar qilmaydi. Savollarda tushib qolishi ham mumkin. Xullas, shaxs o'zi har bir inson tug'ilishi bilan shaxsiy maqomi kelib chiqadi. Savol berib qolishlari mumkin. Shaxs u inson tug'ilganda shaxs bo'ladimi, bo'lmaydimi degan yoki o'zingizda savol tug'ilishi mumkin yoki boshqalar savol berib qolishi mumkin. Xullas, shaxsiy maqomi tug'ilishi bilan shaxsiy maqomi kelib chiqadi. Shaxs keyin rivojlanadi. Men gapirdim, rivojlanishda o'zining oilasi, maktabi, qo'ni-qo'shnilar hissasi katta deb. Shaxs haqida qisqacha ma'lumotlar ham keltirib o'tilgan. Xo'sh. Mayda Arasto, ya'ni Aristotelning gaplari bor ekan. Ma'lum bir axloqiy sifatlarga ega bo'lmasdan munosib inson bo'lmay turib ijtimoiy hayotda harakat qilib bo'lmaydi deb o'zlarining iqtiboslarini qoldirib ketgan ekan. Buni albatta eslab qolishimiz zarur. Shunday savollar bo'ladiki, shu gap kimga tegishli degan savol ham tushib qolishi mumkin. Xo'sh. Mayda ham Alisher Navoiyning gaplari bor edi. Shu bilan birinchi mavzu o'z nihoyasiga yetadi. Odamiy ersang demagin odamiy, oni kim yo'q xalq g'amidin g'ami deb gapini o'z nihoyasiga. Xullas, shu gap bilan birinchi va ikkinchi mavzularimiz tugadi. Bugungi mavzuda shaxs deb nimaga aytiladi? Yuridik va jismoniy shaxslar haqida yana boshqa ma'lumotlar o'rgandik. Uyga vazifa bo'ladi. Mavzularni qaytadan kitobda o'qib chiqib, o'zingiz tushunarli holda tushunib olib, yana kitobni o'qisanglar juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi va hamda mana iqtiboslarni ham yod olsanglar yoki shu eslab qolsanglar yaxshi bo'lar edi. Aytgancha mana bu ma'lumotlarni ham tushunarli. Shu bilan mavzuyimiz, darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga rahmat, hammaga omad. Tashakkur.